Qanday obunachilar, sizlar bilan men Fluch. Bugungi videoda o'tgan safargi Poison degan Minecraftdagi eng originalni eng sifati yaxshi bo'lgan Ujis kartani davomini o'ynaymiz. O'tgan safargi videoni kim ko'rmagan bo'lsa, ko'rishni tavsiya qilaman. O'tgan safargi videoda bir qishloqqa kelganmiz. Bilganmizki, u qishloqqa la'nat bosib ketgan. Biza u qishloqni la'natdan ozod qilish uchun, qutqarish uchun kelganmiz. Bilishimizcha, bitta odam bo'lgan, doktor bitta odam bor edi, nimadir yasayotdi, bizani ko'rib qolib quvladi. Xullas, bu videoni birinchi qismini ko'rishingizni tavsiya qilaman. Mana shu yerdan o'tib, silkani ustiga bosib ko'rib olsanglar bo'ladi. Bo'lmasa, bugungi davomini boshlaymiz. Borlarni ham birinchi qismini ko'rib ket. Xo'sh, biza mamda dalboyoblardan o'tamoqdik. Bilishimcha, mamda bizani ko'rinmas qilib qo'yadi. Biza bu yerdan o'tib ketaveramiz. Naxuy bizni ko'rinmas emasmiz. Bu bizani ko'rinmas qilish kerak. Daunmi bu? Xo'sh, buni yechib qo'yish kerak menimcha. Endi sinab ko'ramiz, qani. Endi ko'rmayapti. Bilyapti, labirint bo'lib yotibdi. Biza xullas qaysidir xonaning kaltini ochishimiz kerak. What the fuck? Bu yerga bu kira oladimi yo'qmi? Yo'q, kirmas ekan. Xo'sh, bizda qalqon bor. Qalqonni olamiz. Qizil vino. Bu nimaga kerakligini nexuya bilmadim. Qani go. What the fuck? Bilyapti. Davay. Menimcha o'sha tarafga borishimiz kerak, chunki o'sha yerda kalti bor menimcha. Biza ko'rinmas bo'lib chopishimiz kerak endi. Ko'rinmaslik damlama bizani och qoldiradi, ko'rinmas qilib qo'yadi. Mana, lift ochildi. Mana, lift ochildi. Yaxshi. Endi biza liftga borishimiz kerak. Bu aniq kerakli narsalarni olamiz. Go, ketdi. Endi liftda topishimiz zaybal bo'lsa kerak. Menimcha bu videoda tugatamiz bu kartani. Mana chaqirishimiz kerak menimcha. Ket. Endi ko'rinmas bo'lib u tarafga qochishimiz kerak. Qoch. Yaxshi. Bu boya kelgan joyimiz menimcha bu. Endi lift topishimiz kerak. Lift qayerda? Lift qizil vino. Bu nimaligini bilmadim lekin. Bu jon to'ldirib berar ekan. Realni biz bilib oldikki, qizil vino jonni to'ldirib beradi. Qizil vinoni olishimiz kerak. Boyagi joy. Biza bitta ishimiz qolmagan. Aylanib yuribman. Qizil vinolarni olishimiz kerak. Chunki eng kerakli narsalardan biri. Xo'sh. Tushunarli. Значит, qo'limizda narsa bo'lmasligi kerak. Hech endi kerak emas menimcha. Endi boyagi joyga boramiz. Qayerdan keldim? Bilet, davay. Mana bu bloklar yurish sekinlashtirar ekan, bilet. Aylanib yuribmanmi? Menimcha aylanib yuribman. Xo'sh, biza lift topishimiz kerak. Lift la'nat endi qayerda qoldi u aytaychi. Qayerda edi? Chala, qayerdan topardim? Bitta joyda aylanib yuribman. Vahuy. Mana bloklar lekin zaybal qildi. Bu hozirgi joymi? Yo'q, mana yaxshi. Endi biza lift topishimiz kerak. Lift endi vahuy qayerda u? Vay, mayli. Davay endi topiy liftni. Zaybal bo'ldim. Qani lift qani? Lift qani jalab? Shunaqangi labirint qilib qurib tashdimi? Lift topdim. Jalla, endi topdim. Onangni ham ko'rdi. Значит, bo'ldi. Endi muammo emas menimcha. Lift qayerdaligini bilib oldim. Esimda qoldimi yo'qmi bilmayman endi. Esimda qolgan bo'lsa-da jalab qaysi tarafda edi? Xo'sh, shu tarafga yurdim. Mana buni oldim-da, keyin to'g'ri yurdim. Shu yerda lift chiqqan bo'lish kerak. Yibanmi bu? Tez urgandan keyin mana bu dorini ichib olib, dorimish. Qizil vinoni ichib olib, jonni to'ldirishimiz kerak ekan. Shundan keyin jonimiz full bo'ladi. Chopib boramiz aniq liftga. Xo'sh, tezroq bitdan o'tganimda yaxshi bo'lardi. Qani edi? Qaysi tarafda edi lift? Bo'lmasa birinchi qismdagi taktikani qo'llaymizmi? Uni boshqa joyga chaqirib, ketimizdan boshqa joyga olib kelib, o'zimiz liftga kirib olamizmi? Vay jala, downni qaraylar qilgan ishini. Endi yetuvdim O'zi birinchi qism kim esida bo'lsa, ataylab chetallab eng qiyin rejimga qo'yuvdim. Bekor qilmanmi deyman-da. Inshaalloh. Qayerdan chiqamiz endi? Boshqa chiqish yo'li bormi? Bu kartachi har tomonlama sikyapti-yu. Vay jala. Bu yoqqa. Yaxshi, endi ko'rinmaslik damlamani olib, ko'rinmasdan orqa tarafdan suraveramiz. Naxuy. Yaxshi kelib oldik mana. Endi ko'rinmaslik damlamani olib, liftga zaybal bo'lib ketdim, lekin chiqolmasdan bor-ku.
Yaxshi. Bля, zo'rg'a chiqdim. Jala, bля, zaybal уже. Zo'rg'a topib, zo'rg'a chiqdim, bля. Mayli. 5-akt tipi. Uх ты, bitta nimalar bor? Kodekslar bor ekan qanaqadir. Xo'sh, Baymis va Herobrine aqd tuzdi, chunki uni o'ziday sevardi deydi. Viktor bu zaiflik, Babel bu qasos va Baymis maxluq. Babel son sanoqsiz jinlar bilan bitim tuzdi va o'zini ruhini Baymisga sotdi. Ya vaxuy, xo'sh, bu brat kim? Viktormi shu brat? Mana yozib qo'ygan u. I'm Victor, I'm Victor, Zaybal. Kimsan o'zi, kimligini o'zing ham bilmaydimi jadab? Xo'sh, bu xonaga kiramiz unda. Uxti, mana Viktormi? Viktor, men aytibman. Uxti, brat, chek qo'yganmi? Menga ham bering. Men seni bilaman deyapti doktor Viktor. Sen uni to'xtatishing mumkin. U har kuni kuchlashib boryapti. U qaytishdan avval sen meni yaxshilab eshitishing mumkin. Men senga ishona olamanmi? U aytayapti, uzoq muddat emas, ya'ni hozir ishonish mumkin, uzoq vaqtga emas. Eshit, men sirli tarzda zahar yaratdim va uni o'ng qo'limdagi xonaga bekitdim. Nima? Sen zahar dedingmi? Agar uni ichsang, Babel bu dunyodan ketadi deyapti. Dahshat boshlanadi. Tezroq bo'l, bizda vaqt yo'q deydi. Xo'sh, bu brat bilan zaharni qanaqadir narsa yasagan ekan. Shuni dastidan anu maxluqlar kelib chiqqan menimcha. Xo'sh, biz Mamutga o'tib, Mamutga tushamiz. Uxti, ko'rasizlarmi? U Babel deyapmiz. Sen Viktorga nima qilding? Hech nima. Lekin men uni uxlatdim. Sen kech qolding. Bilya, nima qilding Viktorga? Xo'sh, yaqinda boshqa chiqim bo'lgan buyuk va dahshatli qo'shinga buyruq beraman dedi. Boyagi jinlarni aytibdi. Bu zahar haqida. Uni menga ber dedi. Idinna. Xo'sh, qani zahar qani? Sen meni qo'rqitolmaysan. Biroq qo'rqitolmaydi. Kulyapti man. Qani olishim kerak? Men ancha ta'sirlandim dedi. Juda qiziqqon va yosh. Tipa, meni o'lib ketasan shunchalik yosh boshing bilan demoqchimisan? Idinna xuy. O'shatimmayapsan. Sen aynan men izlayotgan narsasan dedi. Keyjalar. Voy maqsadga o'tsak, zahar qatta. Ya vaxuy zahar qatta, bilet. Men ham bilmayman, bilet. Mana, men senga bermayman, buni bilasan dedi. Конечно bermaysan. Men qiziqarli bo'laman. Bilya, kiyotdi, jalab, kiyotdi. Nega bunaqa qolsan? Dunyoni o'zgartirish uchun katta qurbonliklar qilishga tayyor bo'lish kerak deydi. Bilya, mana. Ochko'z va shafqatsizligini isbotlab qo'ydi. O'zini ochko'zligini tipa isbotlab qo'ydi deydi. U Viktor sevgan hamma narsani tortib oldi. Qayg'u va qasos bilan tug'ildim. Men seni hamma narsangni sevgingni tortib olaman dedi. Yaz deydi. Bilya, nima qilamiz? Tushundim. Viktor zaharni yasagan, Babel Viktorning ichiga kirib olgan tipa. Hozir Viktor ham Babel ham bitta odam, tipa Fight Club'daganga o'xshagan. Jala, pashol naxuy. Jala, din naxuy, jala. Bilya, nima qilamiz endi? Jala, bilya, qo'li otdi-yu, ana kompas bor ekan, yaxshisi. Kompas bo'yicha o'sha zaharni tipa oldini olishimiz kerak. Zaybab, qo'llab yotibdi. Bilya, o'ldim o. Uni nima jala, vaqt yo'qoldi-da. Bilya, o'ltez o'ldirsang jala, vaqt ketyapti. Bilya, o'ldi. Voy jala. Davay, tezlik bilan. Xo'sh, bilya, qatga borish kerak endi. 22 sekund. Mana. Yaxshi, zahar. Buni betga tashlaymiz. Endi yetib kelgan ekan, uni nimaga Babel o'lyapti. Yaxshi, tipa biza Viktorni ichidagi o'sha alter egosini zaharlaydigan, tipa anti zaharlashga tushirdik. Xo'sh, betga o'tish kerak endi. Uxti, bu bilet. Yoshligim endi. Bilya, avtotarovatni qarab. Xo'sh, endi lift qo'manimcha. Qanaqadir ovozli eshitilyapti. Bilya, tepadagi jonni qaranglar-da. Babel hali o'lmagan. Nima bo'pti? What the fuck? Yebat, qamoq qo'ydi. Yo-mayo. Ya, mana Babel. Gandon. Yebat, qo'li. Yaxshi. Lift qisib qoldi qo'lini. Uxti, bu anu bratu. Birinchi qismdagi bratu bu. O'tgan qavatdagi kachoy bratu. Bu Babel emas. Bu brat yoshligi ekan mana. Brat aytak chiroyli ekansiz, qarang, krasavchik bo'lgan ekansiz. Bilya, avtotarovatni qarab. Xo'sh, bizga ketishimiz kerak endi uyga. Bilya, bizga tushamiz. Menimcha, yana xizil ekan. Mana chiqish. Juda sekin yuribdi-da personajim, yana nimadir bo'ladi, yo'q. Bilya, yana Babel o'lmagan. Hozir ikkita qo'lsiz nima qiladi? Qanaqa dirach turadi u? Ana yugurib yuribdi. Meni kechir deydi Viktor. Uje bu Babel yo'q bo'lib Viktorga qaytibdi uje bu personaj. Bilya, joni to'lyapti. Endi nima qilamiz? Bu bekorga kechirim so'ramadi. Men o'ldirib qo'yadi-yu. Bilya, chiqarib yuboringlar. Bilya, tirilyapti-yu. Yo'q. Bilya, boshi bilan urib sindiryapti. Qilchim bor. Qo'rqinch qazaman. 50
Buni xotinimi, onasimi, yoshligimi bilmayman. Nu qiz bolani ismi. Nima menga qarab qo'ysin. Da 50 bor o'sha tarafda. O'sha Babeldan qutuldik, Viktorlardan qutuldik. Egizay dalboyoqlar. Qancha qaziylar endi mani. Maqsadimga yetdimi? Qishloq qutqardimi? Endi nima xohlar? Mana chiqish. Babel Baymiz dunyoni yovuzlikdan tozalashni istardi va u hamma joyda korrupsiya ko'rardi o'zidan tashqari. Shunaqa iqtibos bor. Hech qanaqa o'lim yoki azob inson o'zini yo'qotishiga olib keladigan darajadagi azob bilan teng bo'la olmaydi. Tipi Lovecraft degan odamni va iqtibosi ekan bu. Da mana tugadi. Yaxshi karta, ajoyib, ma'noli va syujetiga gap yo'q. Albatta mana dahshat karta, Poison, ya'ni zahar. Menga bu karta yoqdi. Bu Potato Man degan guruhchani kartasi. Va agar karta sizlarga ham yoqqan bo'lsa, albatta videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Bu kartani ikkinchi qismi yo'q, lekin bu kartani chiqargan o'sha guruhi, jamoani boshqa kartalari ham bor. Xuddi shunaqa syujetli, xuddi shunaqa qiziqarli kartalari bor, ya'ni ko'p. Yana 4 ta 5 tacha kartalari bor. Agar kommentda yozib qoldirsanglar, shu video ko'p like qilsa, men u kartalarni ham albatta o'ynayman. Bu karta o'z nihoyasiga yetdi mana. Bu karta menga yoqdi, sizlarga ham yoqdimi-yo'qmi? Kommentda yozib qoldiringlar, obuna bo'linglar, like bosib, bu jamoa chiqargan boshqa kartalarni ham o'ynab ko'raymi, yo'qmi? Конечно, kommentga yozib qoldiringlar. Sizlar bilan men Fluch bo'ldim. Keyingi videogacha pashona